Buxoroy sharafda bo'ron va yomg'irlarga qaramasdan ishlar davom etib turibdi. Ortimdagi obyektni bizda tajribali masterlarimiz berkishyapti. Assalomu alaykum aka, nima gap? Sog'laringiz yaxshimi? Obyekt haqida bitta ma'lumot beraylik aka. Umumiy hisobda necha kvadrat? Bu obyektimiz umumiy hisobda 1800 kvadrat chiqadi, xudo xohlasa. Inshaalloh. Asosiy bino bitta arafasida ekan-a, tomlari. Ha, asosiy. Bu tomonda qanaqa ishlar ketyapti aka? Bu tarafda nijniy tomimiz bor. U tomimizni ham tunkalarga tayyor qilib qo'yganmiz. Bu tarafda ustakalarimiz mana hozir tusuldan tashlash jarayonida. Shu tusuldan tashlab nima qilib bersa, xudo xohlasa, Общий hisobda strapildan necha kunda chiqadi? общий hisobda strapildan bir hafta 10 kunda chiqib qoladi. Aynan o'sha kunlarda tunkaga o'lchov berib, zaifkasini berasiz. Albatta. Gap bo'lishi mumkin emas. Qanaqa bo'lish kutilyapti aka? Master model tabiiyki, qanaqa tunka ishlatamiz? Master model uyagalarida iceberg bilan Rossiya Magnitogorskga ishlatamiz deb turibdi. Tepali qismlarga Euro karniz, Euro sliflar, polnisi hammasi o't-uyda bo'ladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Agarda sizga ham ushbu obyekt qiziq bo'ladigan bo'lsa, sahifalarimizni muntazam ravishda kuzatib boringlar. Inshaalloh to'laqonli bitgandan keyin bitta obzor qilamiz.